Assalomu alaykum ya jamoa. Ma'akum Samiha. Bugun arab tilidagi inkorlar haqida gaplashamiz. Xosatan zamonni inkor qilishlik. Kanalga obuna bo'lishlik, like, izohlar esingizdan chiqmasin. Xo'p, birinchi o'tgan zamon fe'lini inkor qilishlikni o'rganamiz. Masalan, katabtu. Katabtu. Tarjimasini arab tilini biladiganlar biladi. Katabtu. Men yozdim. Shuni inkor qilishlik uchun ma harfi al-fi'lul madi. Biz o'tgan zamon fe'lini yozib oldik va undan oldin ma'ni olib kela olamiz. Va bu harf o'zidan keyingi fe'lga hech qanaqangi hukmini o'tkazolmaydi. Shunda hosil bo'ladi yozmadim. Yozmadim. Tarjimasi yozmadim. Demak, bu birinchi uslub. Ikkinchi uslub bizda demak lam harfi va mudori fe'li. Al-fi'lul mudari'u. Katabtu fe'lini mudori holati, ya'ni muzori hozirgi davomli zaman holati aktubu bo'ladi. Bu yerga yozaman. Aktubu. Aktubu. Tarjimasi men yozyapman. Va bizga mudori fe'lidan oldin lam harfi kelish kerak. Mana oldiga lamni olib keldim. Lam. Lekin lam o'zidan keyingi fe'lga hukmini o'tkazadi va sukunli bo'lishini talab qiladi. Lam harfi va muzori fe'li. Tarjimasi bu ham yozmadim degani. Ikkisini ham tarjimasi bir xil, faqat yasalish o'rni, formulasi boshqa. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqiningizlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.